Jahongir Ortiqxo'jayev qanaqa mashinada yuradilar? Hammasi mana mashina hammasi ishxona. Kim xohlagan mashinasini haydayveradi. Endi Yo, rostdan olib bordingiz ham endi. Badnaboringda qancha mashina yurishingiz mumkin? Misol uchun. Mana aniq bilaman, mana men mashina sizniki emas, storiesga qo'ydim. Menga rost shu Jahongir akaniki bu Rolls-Royce Spectre rastamoshkalar bilan bilmayman, menimcha O'zbekistonda 1 million dollar aniq turadi bu. Tekin-ku rastamoshkasi, elektrikku. Xo'p, narxi buni o'zi 900 ming dollar Men bilmayman, sovg'a qilishdi. Mana yigitlar to'g'risidan tug'ilgan kunimga sovg'a qilishdi. Mana shu yigitlarda. Rahbarlar tug'ilgan kunimga sovg'a qilishdi. Men anchadan bir pulimga mashina sotib olmayman, chunki xudoga shukr, mana yon ishlarni o'zi. Nimaga RRR? Rolls-Royce'da. Bitta ko'raylik shu mashinani. Bitta deb eshitdim, Toshkentda bunaqa mashina. Yo, bo'lsa kerak endi. Da? Endi bitta ikkitadir maksimum. Ko'rsating Jahongir aka, bitta ko'raylik. Oching, qanaqa kalti qayerda? Ochuv. Siz ko'rsatsangiz boshqacha baribir. Ya, men tushunmayman, ko'ravering. Qalay ekan endi? Yaxshi. Yangi Rolls-Royce do'stlar, endi tushunmagandagi полный elektrichеский hit xos sotuv bo'yicha. Voy. Do'stlar, hammaga nasib qilsin. Bomba. Gap yo'q. Buni aniq bilaman, sizning mashinangiz. Maybaqda keldi. Lekin kim haydasa haydaveradi. Nima degansiz, kim haydayveradi? Ya, masalan, mana bu mashina nima? Biz to'pollik, uzoq yo'llarga chiqadigan bo'lsa, Siz ham yurasiz bunda? Men hamma o'zim haydayveraman. Masalan, bu mana Abror Ganiyevga o'zi xohlagan haydaveradi. Ular nimaga javob beradi? Biz ham haydayam kelsak haydaveradi. Hozir o'sha yerda birga o'tirib qolamiz. Bu kimniki? Abdurahmon akamiki? Bu kimniki? Yana? Ha? Ular nimaga javob beradi? Ha, Jo'lon. U yana qazilish ishlari. Bahodir Abdullayevga. Ha, Bahodir akanikimi? Abdullayev. Gelik turadilar. Ha, geligan ham boshqachasi ham bor. Gap yo'q. Keyin kim yana? Bu ham kimniki bilmayman, Bu davlat ishxona o'zi kim bu? Begzod akam, Xo'jayev. Ya, Begzod Xo'jayev, yuristika. Bu ishxonaniki, bu, ha? Ishxonaniki. Bu-chi? Bu meniki. Men ishxonadan olib yurishadi. Bu chestni mana sizniki bilaman. Mana Spectre bilan Maybach. Da. Bomba. Yo'q, lekin meni kim olib haydasa haydaveradi. Mehmonlar kesib bera olaman men masalan, mashinani chet eldan.